Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Uy bekasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun mana adashmasam 7-yanvar. Kun ancha sovuq, lekin yog'ingarchilik yo'q. Ko'p sonli muxlislarni talablariga binoan mana shu gulimni o'zi umuman men savdoga ham tez qo'yib turaman. Shuncha qilgan mehnatlarimni albatta rohatini ko'rgim keladi. O'shan uchun mana shu gulimni men anchasini naqa qildim, savdoga qo'ydim, sotdim, uydan olib ketishdi. Endi men tashqarida gullarim ancha yil bo'ldi. Bularning hammasini mana hozir ko'rib turgan gulinglar 2 yil, 3 yillik gullar. Ya'ni hovlidagi bular. Endi tashqaridagini ancha bir 2 yil bo'ldi, ko'payib ketadi. U ko'p bo'lsa ham naqa gullash qiyinroq bo'ladi. Ham yog'ingarchilik bu yil kamroq bo'ldi, xabaringlar bor. O'shani hisobiga keyin bir yerda uzoqroq tursa, gullash qiyinroq bo'ladi. Yerning kuchini olib qo'yishadi, u ko'p bo'lganini hisobiga. Endi o'shaning uchun men hozir tashqaridagi gulimni ko'rsataman, o'shalarni men bo'laman, savdoga qo'yaman. Albatta telefon nomerimni ham qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa, kim qanaqadir ulanib, keyin men sizlarga yuborish imkonim qanchalik darajada o'shani hisobga olib albatta gaplashamiz, kelishamiz, sizlarga yuborishga harakat qilaman. Agar kimdir yaqinroq yashasa, imkoninglar bo'lsa, albatta kelinglar, meni uydan olib ketishinglar mumkin. Mana quyosh chiqyapti. Kun chiqar tomon ko'chamiz. Men hozir shu gullarimni bo'laman. Buni kamaytirishim kerak. Agar bu yana 2 oy tursa, bu gulga kiradi. Hozir hali g'unchalar yo'q, ko'rmayapman nimagadir. Bularni tagiga barib men gum solganman. Ozuqalarni berganman. Mana endi g'unchalari mana endi gulga kiryapti. Chunki bu endi uzoq payt bitta joyda turdi. Bularning ozuqalari baribir berganingiz bilan ko'p gul bitta joydan ozuqa olsa, yerning kuchi qochadi. O'shani hisobiga hali gullash qiyin bo'lib turibdi. Mana o'tgan kuni ko'rsatgan edim detkalarini, ekkan joylarimni. Mana kuzatuvchilar kim qiziqayotgan bo'lsa, mana yam-yashil bo'lib, dumaloq bo'lib turibdi gullar. Endi mana yon tomonda bedalarni chetiga ekib qo'ygan edim. Bedalarni sug'organda bular ham suv ichib oladi bahonada. Mana bular shu bu yil kuzga kelib gulga kiradi, xudo xolasa. Mana endi bularni bo'lishni boshlayman. Sal kamaytiraman. Bular albatta gullaydi. Uzog'i yana 1 oyda gulga kiradi. Bu gulni bitta yaxshi tomoni qishim bilan chamon bo'lib gullab yotadi. Shunaqa yam-yashil bo'ladi. Qattiq sovuqda, anomal sovuqlarda yoki qor yog'sa, qorning tagida qoladi. Keyin qor erigandan keyin yo barglarning ustidan qor tushib ketgandan keyin bu yana kun sal issa plus daraja bo'lsa, 0 dan ko'tarilsa bo'ldi. Bu darrov anaqa muzlagan bo'lsa ham eriydi-da, o'sha muzlar ketib, yana o'shanaqa yam-yashil holatiga qaytib, shu holatga qaytib, gullari ham chamon bo'lib turadi. Ustidan qor tushsa bo'ldi. Bu gulni xislati shu, o'zi nomi o'zi bilan marozka yoki maroznik deymiz. Hozir men perchatga kiyib olaman. Keyin bu gullarni kovlashni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana perchatga kiyib oldim qo'limga. Endi boshlaymiz. Men buni kovlab olib, keyin sizlarga ko'rsataman. Hozir men o'zim olayotganim uchun buni videoga menga noqulay. Buni kovlab olib, albatta uchrashamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana 2-gulimdan men bo'lib oldim. Juda ham katta ildizi chuqur bo'lganiga mana bularni endi albatta buni tuvakka eka olmayman. Shunaqa baklashkalarni tayyorlab qo'ydim. Shu baklashkalarga ekaman. Mana bularning teglari ochiq. Mana teshganman suv ketadigan yo'llarni. Mana men yana kuchim yetgancha bugun harakat qilaman. O'zi umuman qancha buni bo'lib tursangiz teglariga yumshaydi.
qolgan mana poyalarimiz, gullarimiz tagiga kislorod boradi. Tezroq gulga kiradi va tezroq yangi barglar chiqadi. Orasida juda ham yangi chiqib kelayotgan barglar ko'p. Mana ko'rib turibsizlar, mana oqarib turgan mana shu yangi barglari, mana yangi shoxchalari. Mana bu yoqda ham ko'p bo'lganiga albatta ko'rinmaydi. To'lab olgandan keyin mana ko'rinyapti. Buni bo'lib eksa ham bo'ladi. Bitta donadan qilib bo'lib eksangiz, mana shunaqa orada alohida chiqqanlari ham bo'ldi. Buni alohida ekaman. Mana bitta chiqdi bu. Kamida bulardan 6 ta, 7 ta chiqadi. Mana shulardan hozir 1 2 3 8 tacha chiqadi. Mana shu kichkinasidan, mana ulardan 10 tagacha chiqadi. Balki undan ham ko'p chiqar. Lekin tagiga go'ng berib, yaxshilab eksanglar, bu albatta tez ko'payadi. 2 yil 3 yilda shunaqa katta bo'lib chaman gulga kiradi. Hozir men yana boshqalarni kovlab olishga harakat qilaman, ekishga. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bo'ldim gullarni baklashkalarga o'tkazdim. 5 litr, 10 litrlik baklashkalarga. Mana albatta bu yo'qotishlarsiz bo'lmadi. Mana qancha barglar sindi. Mana barglar. Mana sinib. Bular busiz iloj yo'q. Hech qachon busiz bo'lmaydi. Mana endi bunga ham yana bitta tuvak to'g'rilab buni ham ekaman. Mana buni ko'maman, yoniga albatta ozgina go'ng tashlayman. Bu oziq olib, yana o'sib, chaman bo'lib gullaydi, xudo xohlasa. Mana hali yana 2 tup gulim bor. Ularni ham albatta katta gulim. Albatta ularni bo'lish kerak. Bo'lmasa gulga ozuqa yetmay, bu gullamay qoladi. Endi mana detkalarim ko'p. Kichkina hovlida bor, bu yoqda bor. Bu yil bahorda ya kelayotgan yili kelayotgan yili deb uzr adashyapman. Hayolimda 2025-yil. 2026-yil kuzga gullaydi o'sha detkalarim. Kattaroqlar albatta o'sha ular 1 yildan oshgan gullarim. Nariyoqqa ekkanlarim bu yil bahorga, erta bahordagilar mana ko'rib turibsizlar, yam-yashil bo'lib dumaloq qilib ekib qo'yganman. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Yana g'oyibona uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar. Men telefon nomerimni qoldiraman. Keyin qani kim xohlovchilar bo'lsa kelishib olamiz, qani ko'ramiz. Sog' bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.